قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في قرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Allah subhanahu wa ta'ala Maun surasida mundaq dedi: A'udhu billah, bismillah. Ko'rdingizmi ey Muhammad alayhissalatu vassalam, dinni, islom dinni yolg'on deydigan kishini ko'rdingizmi? Yoki qiyomat kunini yolg'on deydigan kishini ko'rdingizmi? Uning qiladigan ishi yetimni haqqidan cheklaydi. Yetimga qattiq muomala qiladi. Miskinga taom berishga qiziqtirmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala Maun surasininki 5-da birinchisi islom dinni yolg'on deydigan yoki qiyomat kunini yolg'on deydigan kishining ahvolini Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qarashqa, bilishga va ummatiga xabar berish orqali mushundaq yomonlikdan, mushundaq inkorchilikdan ummati Muhammadini qutqizishga Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallohu alayhi va sallamni buyurdi. Bunun eng yomon nachar qiliqlariningki birinchisi kuchsiz ojizlarga zulm qiladi. Iqtisodining haqqini o'ziga ado qilmaydi. Ado qilishqimi jamiyatni qiziqtirmaydi. Bu Maun surasi Makkada nozil bo'lgan bo'lib, bu suraning yana bir bo'lik Fawailul lil musallin degan yerdan tatib oygacha Madinada nozil bo'lgan. Demak, bu sura Makkada ham Madinada nozil bo'lgan sura. Bu sura 7 oyat bo'lib 111 harf 25 kalima atrofida. Bu sura bizga birinchi qilib hozirgi biz yashayotgan mushu jamiyatda shundaq bir amaliyatni bizga uqtirdiki, bizning hozirgi amaliyatimiz hammamiz islom diniga e'tiqod qiladiganligimizni, islom diniga amal qiladiganligimizni bildirgan bir amaliyatda turgan bo'lsaqmi, ammo bizning amaliyat islomga uyg'unlash hayotimiz o'zgarib ketganligini, islomga haqiqiy amal qilish degan, islom diniga haqiqiy e'tirof qilish degan, oxirat kuniga haqiqiy ishonish degan qandoq bo'ladi desa, bizningki yurak, ruhi, vujudi qurilmamizga Allah subhanahu va ta'alaga ixlos bilan qul bo'lish singan, islom dinininki taktifatlarini, belgilemelerini, islom dinining bizi qo'ygan talablarini hayotimizda qat'iy umumyuzlik ijro qilishlar bilan cheklimimizdan, islom cheklagan cheklimlardan o'zimizni amaliy hayotida umumyuzlik yenishlan bo'ladi. Biz hozirgi yashayotgan jamiyatimizda bo'libmi islom diniga qarta shakli ko'rinishdagi milliy urf-odat yoki shakli ko'rinishdagi xalqlar qiladigan odat va milliy ko'rinish belgilariga aylantirib olgan islom dinini ig'izimizdan ishonishda, chiqarishda islom diniga qarta bizningki islom diniga ishonaman, islom dinini e'tirof qilaman deb ig'izimizda e'tirof qilishimiz ko'p. Shundaqla maydonlar, jamiyatlar hayotda
islom dinga bizning amaliy vujudimiz bilan tatbiq qilishimiz kam bo'lganlik. İslam din bilak bir maydonda biz bilak bir maydonda bo'lganlikdan iborat bo'lgan. Mushu islom dinining shakli bor, mohiyati yo'q. Amaliy jamiyatimizda islom dinining amaliy tatbiqoti yo'q bo'lgan. İslam dinining amaliy tatbiqoti bizdan ayti shakllik ko'rinishlarda ko'p topiladigan mohiyatlik vujudimiz, hayotimiz, amaliy harakatimiz bilan, amaliy bo'lgan axloqimiz bilan, amaliy bo'lgan Alloh taologa o'zimizni bilishimiz bilan bizning hayotimizda islom obrazi kam qolgan. Mana shundoq islom dinidan biz yiroqlashib qolgan mushtaratni bu oyat alohida inkor qilib, nima deydi desa, dinni yolg'on deydigan kishini ko'rdingizmi? Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam deyish orqali biz mu'minlarni islom dinni mayli so'zimizda bo'lsin, mayli amaliyatimizda bo'lsin, inkor qilish tuyg'usini islom dinga haqiqiy ixlosmanlik bilan amal qilmaydigan tuyg'uni emas, balki ixlosman bilan islom dinga hammamiz obraz bo'ladigan bir amaliyatni hayotimiz, jamiyatimizda bilishning lozimligini bu oyat bizga uqtirdi. Demak, islom din ibodat, islom din aqida, islom din amaliy hayotimizdagi bizningki hayotimizga tatbiqlaydigan go'zal axloq, islom din bizningki tijorat, kishilik muomala va hayotdagi har bir ojiz mazlumlarga ega bo'lish, har bir ishimizda o'zaro haqiqiy islom programmasi bilan amal qiladigan, jamiyatga yaxshilik, taraqqiyot, go'zal muomala, go'zal axloq tarqatadigan, o'zimiz so'zlagan, e'tirof qilgan islom dinidagi Alloh bizga tushirgan barliq programmalarga o'zimiz hayotimiz bilan va o'zimizning amaliy ko'rinishi bilan amal qilgan mush amaliyat bizda bo'lsa, ondan bu islom bizningki hayotimizga tatbiqlangan haqiqiy islom bo'lganligini bu oyat bizga uqtirdi. Shuning uchun qarindoshlarimiz Alloh subhanahu va taolo bu oyatda bizni dinni inkor qiladigan, dinni yolg'on deydigan kishiga qaradingmi dedi. Ayni vaqtda bu kishining dinni inkor qilishini Alloh subhanahu va taolo birinchi ma'noda dinni inkor qilishini amaliy bo'lgan harakatga bog'ladi. U bo'lsa-mu qanday qiladi? Yetimni haqqidan cheklab qo'ydi deb. Demak, qarindoshlarimiz bizning hozirgi jamiyatimizda birinchi qilib islom din bizga yo'l, bizning e'tiqodimiz, bizning hayotimiz degan qarindoshlarimizmi islom dinning prinsiplari bo'lgan raskab qilishga, go'zal axloqda bo'lishga, o'zaro birimiz bilan ko'ngil og'ritishda, afv qilishga, ojizlarni qo'llab, yetim misrlarga ega bo'lishda, Allohu akbar deb azan chiqqanda masjiddan qochmay masjidga kirishda, yaxshilik, haq-huquq, adolat, zulmni ko'taradigan haq va kurash maydonga keladigan maydonlarda o'zimizni payg'ambar alayhisalom va sahobalardek shu haq maydonda tepishda biz islomning aynan obrazi bo'la oldikmi? Rahbarlarimiz, siyosiylarimiz, jamiyat boshchilari o'rin talashish yoki boshqalar chiqib kelsa uning o'rniga chiqish masalasi bakroq bo'ldimi? Yoki ular ixlosmanlik bilan xalqimiz, ummatimiz, dinimiz, jamiyatimizga ega bo'lishga tirishadimdi. Islom dunyosi qaraydigan bo'lsak, Alloh bizga mushu dinni inkor qiladigan kishiga qaradingizmi ey Muhammad? Ko'rdingizmi? Jamiyatni izlab boqing. Qarasangiz mushundaq kishilar jamiyatda bor deb Alloh xabar bergan mushu oyatga qaraydigan bo'lsak, islom dunyosida namratchilikmi? Islom dunyosida nurg'unlagan jidal majromi? Islom dunyosida nurg'unlagan yetim yesirlarmi? Islom dunyosida ajrashgan ota-onalarmi? Islom dunyosida bilimsiz qolgan o'quvchilarmi? Mayli ularga iqtisodiy turmushdan yordam berishning kamligi,
maarif, jamiyat, davlatninki dinda va fanda ixtisos egalarini yetishtirishga ahamiyat berishning tuvanligi, iqtisodlik kishilarimizningki jamiyatga, ilm ma'arifga, diniy ma'arifga, siyosiy jihatda yuksalishga, fan taraqqiyot jihatda yuksalishga, qurolliroq harbiy kuch jihatda yuksalishga, ummat xalqningki iqtisodiy jihatdagi taraqqiyotini yuksaltiradigan har xil sohalarga yordam qilib, xalqni ishchan, kasbchan, o'ziga egalaydigan qilib tarbiyalab chiqishda, bo'libmi yetimlarga egalab, ularning yetimlar maktablari, har xil jamiyatlarda ularning ota-onasi yo'q, urug' tuqqanlari yo'q, yaqini yo'qlari yo'qlikni sezdirmay payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yetimga kepil bo'lgandek, ham yetimga kepil bo'lguncha qiyomat kunisi men bilan eng yaqin ikki barmoq hamro bo'lgandek, hamro bo'ladi deb shu va'da qilgandek, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yo'lida shu yetimlarga kepil bo'ladigan ish bizning islom dunyosida umuman tepildimi desa, mush islom dunyosida yetimlar ko'payib-ko'payotadiki, lekin yetimlarga kepil bo'lish islom bizning talab qilgan doirada kam bo'ladi qarindoshlarimiz. Uning qaraganda ba'zi islom dinga ishonmasimi, islom din programmasidan amal qilayotgan ba'zi jamiyatlarda, ba'zi har turli biz qaragan dunyo jamiyatlarida ularning ahvoli yaxshi bo'ladi qarindoshlarimiz. Shuning uchun mush oyat biz ishonishga, biz amal qilishga tushilgan. Shuning uchun biz mushu hozirgi jamiyatimizda Allah subhanahu va taala bizni islom dinini inkar qilgan, ko'rinishni ko'rangan kishilar qatorida ko'rmishinki, bizni Allah subhanahu va taala islom diniga amal qilgan, islom din bizning hayotimizga tatbiqlangan, bizda islom dinining talablari maydonga kelgan, yetim misrlarga ega bo'lgan, miskinlarga yordam qilgan, yo'qsullarni qo'llagan, o'zimiz va amidimiz orqali islom axloqiga amal qilganlardan bo'lsak, ondan Allah subhanahu va taolaning dunyo va oxirat baxtsiyatiga erisha olamiz. Yetim degan kim degan so'z hammalarning kallasiga kiradi. Yetim degan uningki qo'llug'isi yo'q. U o'zi oldiga, o'zini biqishga, kuchga ega bo'lmagan odamlarni yetim deydi. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo bundaq yetimlarga o'zi ega bo'lib, Qur'oni Karimda mush yetimni alohida biqishga oyat tushirgan. Qur'oni Karimda Allah subhanahu va taolo hattoki yetimga ega bo'lishning muhimligidan Xizr alayhisolatu vasallam bir shaharga borgan vaqtida u shaharning egalari bularga taom bagili unmagan. Taom bagili unmagandan Xizr alayhisalom mushu shahardagi bir tamni yasab qo'ygan. Mushu tamni yasab qo'yish bilan mushu shahar ahliga yaxshilik qilgan. Aslida bu shahar ahli Xizr alayhisalom bilan Musa alayhisalomga yomonlik qilgan. Birinchi gap, islom din hatto ularga yomonlik qilsa-mu, ularga yaxshilik qilishga buyuradi. Bir jamiyat ularga yomonlik qilsa-mu, u jamiyat egalariga yaxshilik qilish, u jamiyat egalarini yaxshilikka taklashga buyuradi. Shunga biz xalqimizga, musulmon qarindoshlarimizga bizning qilgan yaxshiligimizni bilmadi. Buni bizning qilgan yaxshiligimizni bilmaydimi? Bularga mayli bilsin bilmasin, buni biz qilgan yaxshilikninki menisini ko'rsa, biz buning darajasini Allohning oldiga ko'rsak bo'ladi. Shu Allah Qur'oni Karimda manna'ul lil xayr deydi Qur'oni Karimda. Yaxshilikni bak to'sqish deydi Valid Mughirani. Nima ish qilsa, o Valid Mughiri yaxshilikni jamiyatda qoldirmaydigan qiladi ekan. Ya'ni yaxshilikni boshqalarga qilish, ulgu bo'lish, qilishni amaliyotda boshqalarga tarqitishga ulgu bo'lishni yo'qdi ekan. Shuning uchun qarindoshlarimiz, biz jamiyatimizda yaxshilik qilsak yomonlik keladi ekan, yaxshilik qilsak bilmadi degan mundaq yaxshilikni qilishni, yaxshilikka ulgu bo'lishni jamiyatni yo'qotmasdan, balki mushu har turli yetim qolgan xalqimizga, yetim qolgan yetimlarga, yetim qolgan qiz o'g'illarga iqtisodiy jihatdan yaxshilik qilishimiz, ulardan qizlar bo'lsa, ayollar bo'lsa, biror dunyolik manfaat kutmasdan Alloh rizolik uchun ularga yaxshilik qilishimiz, ularningki shu qilgan yaxshiligimizninki o'rniga biz dunyoda biz yaxshilik qilish emas, balki biz oxiratda Allohning oldida darajasini kutishimiz kerak. Shuning uchun Musa alayhisalom u balani, o yetimlarningki tamini rusab qo'ydi. Musa alayhisalom dediki, sen mushuninga ajr olgan bo'lsang, dedi.
Musa aleyhisselam bunu soğan akıda Hızır aleyhisselam onun cevap verdi ki cevabına وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَد۪ينَ Bu tam bu şehrdeki iki yetim balının temiydi. Bu tamның asıda hazine var idi. Bu iki balının dadısı yaxşı idi. Bu iki bala kuch kuvvetga yetgan, balog'atga yetgan vaqtida mushu xazinani chiqarib, Parvardigoring rahmat qilib, mushu yetim balaga yetkazishni maqsad qildi dedi. Bu yerdan nima hikmat chiqadi desa, bu yerdan chiqadigan hikmat qarindoshlarimiz insoniyat igi bo'lmaydigan, bulapmi dinsizlik, kufri, fosiqlik jamiyati, igi bo'lmaydigan yetimga kimga ekan? Alloh taolo ekan. Har qandaq bir inson dunyoda yaşagan ekan, onun avladı buludu, balları buludu. O avladın kin mendin qası şu avladım yaxşıya, yaxşkine yetim qap qalsa, atugün bir başqalarının qolu qarab qalmas deb ixtisat toplaydı, kuch quvvat toplaydı. Lekin Allah bizni alohida bilak bir yaxshilikqa yetaklaydi ki, jamiyatda İslam jamiyati buludu ekan, Allah'a, dinga ishonadigan jamiyat buludu ekan, bu jamiyatda yetimlarga ansirash hojatsiz. Yetimlarga Allah alohida ega bo'ladigan Qur'onda hukm tushirgan. Allah o'zi ham ega bo'lib mana Hızır aleyhissalomni yetimlarning temini sap qo'yish orqali ularning ota-onasining yaxshi bo'lganligi uchun bolalarga Allah xazinasini qaytish qilib, ularga qarashni Allah Qur'onda o'rgatdi. Deganlikni mush oyat orqali bizga bildirdi qarashimiz. Shuning uchun har qandaq bir yetimlarga ansiraydigan qarindoshlarimiz, atugün ballarımız, xotinlarimiz, qizg'onlarimiz yetim qalamo deydiganlarimiz mush jamiyatdagi yetim qolgan qizlarga, yetim qolgan o'g'illarga, yetim yesirlarga, yetim tullarga ega bo'lishimiz, ularga yaxshilik qilishimiz, ilm ma'rifat jihatda o'zimizning ballari o'qigan maktablarda ularni o'qitishimiz, o'zimizning ballari sovuqda to'ngab qolmaslik uchun ularga igin bergandek ularga kiyim-kechak berishimiz, o'zimizningki ballari kuchli, zihnisi o'tkir, aqlliq bo'lish uchun ularga kiyim-kechak, ularga yemak-ichmak berishimiz, ularni issiq uylarda o'ltirishimiz, hech ayam her türlük bayram ve deminiş kunlarda özümüzün avladı, balavaqları, kız oğallarına kuyungendek şu yetim misillerge, şu yetim kız oğallarına kuyunishimiz. Bulup mu, muhacirette vatandın ayrılıp çıkan, ata-anası vatanda qap qalgan, nurgun her türlük mekteplerde okuvatkan, her qaysi yerlerde turvatkan kız oğallar var. Ularga biz Allah rızalık için ega bo'lishimiz, ularning sağlam, aql jihatda o'tkir, badan qurilish jihatda kuchliq, fikri jihatda eng yangi fikrlarni qiladigan zamonaviy va Qur'onga uyg'un bo'lgan musulmonlarga foydali kashfiyatni yarata oladigan iymon, aqida, axloq jihatda eng kuchliq va taqvo mu'minlar bo'lib ularni yetishtirib chiqishimiz uchun biz jamiyatdagi yetim qiz o'g'illarga ega bo'lishimiz kerak ekan dersimiz. Ana shundoq ega bo'lsak, Allah subhanahu wa ta'ala bizning yaxshiligimiz uchun birinchi Allah o'zi qiyomat kunisiga bo'ladi, ham bizning ansiravatgan balavaqlarimizga Allah subhanahu wa ta'ala o'ziga bo'ladi qandashimiz. Bu oyatda Allah subhanahu wa ta'ala bizni islom dinga va islom dinining ko'rsatmalariga amal qilishda, yetaklashda qarindoshlarimiz bir shirkatdan alohida yasalgan bir mahsulot bizga kelibdi. Mahsulotningki bularmi alohida texniklik, hozir zamondagi sistemlik, masalan, odam jismini tashkilgan operatorlik uskuna ekan, masalan, bir narsa kelibdi, uni bilan birga uni qandoq ishlatadigan xat kelmabdi. Yoki uni bilan birga uningki cheklanlari, uni qandoq qilsa buzib ketadigan to'g'riliq yozilgan xat kelmasa, ashundan yozilgan birla risolatdan birisi, birla kitobdan birisi kelmasa, shu kitobchi bo'lmaganlikdan biz uni yaxshi ishlatmaymiz, hattoki yasagan zavod qaytirib o'tamiz. Ma'ning ishitish qo'llanmasini bizga aytmabsizlar. İkincisi, biz bir yo'lda ketyapsak, o yo'lning har qaysi joylarida, masalan, ma yo'ldan bu yoqqa mangsangiz tushib ketadigan, hangva bular uzun safarlik yo'llarda, bu yerda o'zingiz bilan mashinangiz bir halok bo'lib ketasiz deb, yoki ag'randirish signali berib qo'ydi. Ba'zi maktablarning oldini o'tsak, shoqollarni dasvatisiz deb, u yerga ba'zi rasmga og'ish qo'yib qo'ydi. Buning hammasi nima uchun? Buning hammasi bizning erkinligimizni bo'g'ish uchunmi? Yo'q.
islom dini buningdan nachasi ortiq. Balki mush islom dini bizga qiling degan ishlar va qilmasangiz jamiyatingizda buzg'unchilik paydo bo'ldi degan ishlarning hammasi, islom dinining taklifotlarining hammasi, bizning hayotimizni talab qilgan har bir taklifot bu bizga ham foydali, ham bizning o'zimizni Alloh rozi bo'ladigan qilib tarbiyalashimizga foydali, jamiyatimizni bu dunyoda bo'lsa-mu Alloh rozi bo'ladigan sog'lom bir jamiyat qurib chiqilib bo'ldi, ham oxiratda Alloh rizoligiga erishib bo'ldi qilishimiz. Shuning uchun islom dunyosi, bu jumladan Uyg'ur musulmonlar dunyosi hozirgi jamiyatda shundoq ojizlar bo'zaq qilinadigan, uning keynida Allohning borligi unutilib qoladigan, adovat qilsaqmi, o'chmanlik qilsaqmi, yomonlik qilsaqmi, ojizlar qilganimizga hatto kechirim so'ramaydigan, kushlar qilib qolsak, voy bunda dunyolik jihat xabarlik etib qolamki deb undan kechirim so'raydigan, kechirim so'rashni hatto yaxshi ko'radigan mush ishlarning hammasi bizningki islom dinga amal qilishimiz, Qur'on, hadis bizni talab qilgan yo'lga biz o'zimizni tatbiq qilishimizning kam bo'lganligini qilishimiz. Shuning uchun biz mush yetimlarga ega bo'lamiz deydiganmiz. Birinchi qilib islom diniga o'zimizni tatbiq qilishimiz, ikkinchisi bu dinning ma'nosi qiyomat kunisi degan bo'ladi. Qiyomat kuniga biz haqiqiy ishimizda bo'lsak, Alloh taolo Qur'oni Karimda qiyomat kunining o'zini va bil oxirati hum yuqinun, oxirat ular ko'zidan ko'rgandek ishini deydi. Sizlar va biz har qanday bir odam mendan tortib oldimizda Allohni rozi qiladigan yaxshi e'tiqod bilan yaxshi amalda bo'lsak, islomni hayotimizni tatbiq qilsak, ma'ishdan jannat kiramiz. Islomni hayotimizni tatbiq qilgan unimay, og'zimizda islomni da'vo qilibdimiz, og'zimizda dinni da'vo qilibdimiz, og'zimizda qiyomatning borligini da'vo qilibdimiz, lekin o'zimizning hayotiga tatbiq qilgan unimabdimiz. Ma do'zax kiramiz deydigan e'tiqodimiz shundoq ishonchli bo'lgan bo'lsa, qat'iy Alloh cheklagan ishlarni qilmaymiz. Alloh ustimizga ortgan mas'uliyatlarni tashlab qo'ymaymiz qilishimiz. Shunga bizning mush oxiratga bo'lgan ishonchimizningki, ojizlab qolganligi musho va islom diniga bo'lgan o'zimizning hayotini tatbiq qilishimizning ojizligi, mush ikki ish bizni islom diniga qarta tushunchimizni kamtatib qo'ydi va bizningki amaliy hayotimizda islom obrazi bo'lib güzel İslam cemiyeti kuruşumuzga yaman ta'sir bıraktık qilishimiz. İslam dinine amal qilishninki, İslam dinini amal tasdiqlashimizninki amaliy ishlardan birisi nima desa, yetimga egilish bo'lsa, ikkinchisi miskinlarga taom berish qiziqtirish. İslam dinininki amaliyatida bizningki hayotimizda islom diniga shendim degan gapsiz bo'lsa-mu, amiyatimizga tatbiq qilishimizningki ojiz bo'layotganligi yoki amiyatimizga tatbiqlash bizda bo'lmayotganligining bir amaliyati nima desa, biz yetimga ega bo'lmayotganligimiz, miskinlarga taom berishga qiziqtirmayotganligimiz qilishimiz. Shu Alloh subhanahu va taolo dediki, "Va la yahuddu ala ta'amil miskin." Miskinga taom berishga qiziqtirmaydi dedi. Endi qarindoshlarimiz miskinga taom berishga qiziqtirdi. Taom berildi desak, qo'limizda iqtisodimiz yo'q, kuch-quvvatimiz yo'q, qanday qilamiz desa, qo'lida iqtisodi va kuch-quvvati va undaq odamlar yetimga, ojizlarga, miskinlarga ega bo'lish mas'uliyati gardinda bor. Shu dinni inkor qiladigan, qiyomatni inkor qiladiganlarning yomon qiliqi ega bo'lmaslik. Ammo ega bo'lolmaydiganlar qanday qildi desa, ega bo'lolmaydiganlarga Alloh subhanahu va taolo Qur'onda ko'rsatgan ko'rsatmasi xuddi jihad qilishga ega bo'lolmagan iqtisodiy jihatdan, kuch-quvvat jihatdan yoki kasal jihatdan ega bo'lolmaganlarga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Iza nasahu lillahi va rasulihi ma alal muhsinina min sabil." Qachon ular Allohga va Allohning payg'ambariga samimiy bo'lsa, yaxshi ish qilganlarga jazo yo'q dedi. Ya'ni bu oyat qachon tushgan desa, bu oyatning boshida ojizlarga, kasallarga, Alloh yo'lida jihad qilish uchun chiqay desa, iqtisod topolmagan shundoq odamlarga jihadga chiqmasimi gunoh yo'q degan oyatdan keyin amaliyotda jihad maydoniga chiqmagan qarindoshlarimiz o'lib turgan vaqtida payg'ambar alayhisalomga itoat qilishi, islom diniga samimiy bo'lishi, Alloh yo'lida musulmonlar o'rtasida yaxshilikni keng tarqatishi lozim. Shuningdek, Alloh subhanahu va taolo bizga topshirgan Sharq Turkiston zamininingki mustaqillik uchun harakat qilishda amaliy maydonda bo'lolmaganlar
amaliy maydonda bo'ladigan qarindoshlarimizga kuch-quvvat jihatda, fikri jihatda, har turli iqtisod jihatda yordamda bo'lishi, kenida yomon gap qilmaslik kerak. Shuningdek, yetim misrlarga, miskinlarga yordam bilanmaganlar qanday qilish kerak desa, uyda o'ltirib, ularning yetim misr, miskinlarni her türlü ayıp nuqsonlar bilan ayblamay, apalarning balasi edi, munda qildi, unda qildi deb o'zimizning bola vaqilari, qiz o'g'illari, ota-onasi bo'lmasa, ichaqsi bo'lmasa, uni qanday o'g'naydi? Qarab baqili qarindoshlarimiz, Alloh bizni shunday bir go'zal islom jamiyatini bizga qo'yib, shunday go'zal bir islom jamiyatiga yetaklab o'tdi-ki, sizlar bo'lmasanglar shu go'zal jamiyatda iymon orqali qurib chiqqan bu jamiyatda yetim misrlarga hech kim ansirmaydigan bir jamiyat bo'ladi bu jamiyat. Alloh buyurgan iymon bilan shunday go'zal jamiyat qurdi deb bizni shunday buyursa, biz yetim misrlarga ega bo'lishdan u yoqda tursin, yetim misrlarga kuchimiz yetsa, yordam qilish qiziqmaydigan, hattoki yetmasa, uyda o'tirgan vaqtida atrofimizdagilarni bunday Alloh taolo qiziqtirishga buyurdi. Qiziqtirmaslikqa u yoqda tursin, keyinda g'aybat qiladigan, yetim misrlarningki, ojizlarning keyinda har turli böhtanlarni qildigan ish biz dunyo insonlari ishida bulatmi har turli bizningki xalqimiz ishiga sinib ketgan qardoshimiz. Shuning uchun mush aybimizni hammamiz o'ngshash orqali har qanday yetimning keyingi gap bo'lmasin. Yetimga yaxshilik qilmasak, yaxshilik qilishga o'zimizning kallasi bir qiziqtirish barpo qilib, atrofdagilarni ularga qiziqtirishga ahamiyat beradi. Hamda bu oyatlarning axir xulosida yetim degan kim desa, yuqorida yetim degan kuch yo'q, ojiz, uning igichaqisi yo'q, u o'z oldiga ish qilolmaydigan, balog'at yetmagan inson yetim dedi. Endi bu yerdagi bu masalaning siyosiy va ijtimoiy ma'nosiga kelsak, qanday bo'ladi desa, siyosiy va ijtimoiy ma'nosiga kelsak, bizningki hozirgi yashayotgan dunyo jamiyatimizda Sharq Turkiston Uyg'ur musulmonlariga o'xshash, Falastin musulmonlariga o'xshash va har qaysi zolim kofirlar tomonidan bosilingan musulmonlarga o'xshash. Bularni Xitoy kommunistlarininki bizning hozirgi hayotimizda yo'qlik ko'rishimiz, yo'qlik bizningki hayotimiz va bizningki insonligimiz, bizning bir tinig'imizningki Sharq Turkiston musulmonlarining bir mavjudatining yo'qlik ana shunday ko'rishi maydonida mushu musulmonlarga ega bo'lish, ega bo'lmaslik masalasi mana bu bizning islom diniga haqiqiy e'tiqod bilan amal qilganligimiz, haqiqiy islom diniga haqiqiy ishonganligimiz va shundaqla qiyomatga ishonmaganligimizga bevosita bog'liq qilishimiz. Chunki yetimni haqqidan cheklaydi dedi. Yetimning ma'nosi nima? Uning kuchiga o'zi ega bo'lolmaydi dedi. Shunga Sharq Turkiston musulmonlari o'zining kuchiga ega bo'lolmaydi, o'zining hokimiyatiga ega bo'lolmaydi, o'zining jamiyatiga ega bo'lolmaydi, mayli muhojiratda bo'lsin, mayli vatanda bo'lsin. Shunga mush musulmonlarga biz kuchimiz yetgan erkinlik turganlar ega bo'lish, doimiy ega bo'lishimiz, xalqarodagi har qaysi davlat va jamiyatlarning mush musulmonlarga ega bo'lishi, doimiyda ega bo'lishga tirishchilik qilish kerak. Buning dalili nima? Buning Qur'on hadisning dalili bormi deb so'ramoqda. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda urushga buyurilgan oyatda, birinchi qilib urushga buyurib bo'lib, ikkinchi qilib mustaziflarni qutuldirmamsizlar deb bo'lib, bunday deydi: Rabbana akhrijna min hazihil qaryatiz zalimi alha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Bizning Parvardigorimiz, biz mushundaq zulmga uchirdik, biz mushundaq zolim kofirning qo'lida qoldik. Biz o'zimizning dinini, o'zimizning islomiyatini, o'zimizning erkinligini, o'zimizning hayotini, o'zimizga Alloh bergan barliq huquqini qo'g'dashga ega bo'lolmadik. Bizni qutqarsa Alloh deb duo qiladigan mushundaq musulmonlar va mushundaq kishilar va mushundaq ojizlarni qutqarish uchun nima ish qilmaysiz deydi Alloh taolo. Shuning uchun qarindoshlarimiz, yana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Allohu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni zulmatlardan nurga chiqardi dedi. Ya'ni har turli kufr zulmatlaridan, ashundaq zolim kofirlarning qo'lida qolgan qulchilikdan haqiqatga, erkinlikka, islom hayotiga chiqardi dedi. Qarindoshlarimiz, shuning uchun mana shundaq yetim qolgan har turli dunyoning qaysidagi millatlarga xalqaro musulmonlarning ega bo'lish mas'uliyati bor. Ega bo'lmasa, qiyomat kunida buningki Allohning oldida hisobi bor. Endi mushu hozirgi davlat raislariga, hozirgi jamiyat siyosiylarga, hozirgi jamiyat arboblariga ig'ir kelib o'tdi qardoshlarimiz. Mush ara'aytallazi yukazzib biddin deydigan bir oyat ig'ir kelib o'tdi.
qiyomat kunini yolg'on deydigan kishini ko'rdingmi deydi. Shunga buning mufassirlar Muhammad Mutavalli Sharavi, Muhammad Ratibun Nablisi tafsir qilib, bu qiyomat kuni islom dinini hozirgi jamiyatda ko'p sonliq musulmonlar ularning raisini yolg'on demaydi. Og'iz yolg'on deydiganlar bakas. Ammo amaliyat orqali islom dinining ta'limotiga ega bo'lmaydi. Yetim yesirlarga ega bo'lmaydi. Ras haq ishda birga bog'lanmaydi. Parxo'rlik, har turli gunoh ma'siyatlarga, har turli zulm tajovuzlarga qarshi turg'ilmaydi. Shaxsiy jamiyatdagi musulmonlar o'zininki ko'zini nomahramdan saqlab olmaydi, ig'izini yomon gapdan saqlab olmaydi, putqinni gunoh ma'siyat tajovuzdan saqlab olmaydi. Deb mana shunday tafsir qildik qardoshimiz. Shuning uchun biz zodi islomga haqiqiy amal qilamiz. Bo'lsak, qalbimizdan islomga amal qilishimiz, amitimizdan islomga amal qilishimiz. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda bunday dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Al-kayyisu man dana nafsahu va amila lima ba'dal maut. Haqiqiy aqlli odam degan o'zini bo'ysundirgan, o'z nafsini tizginlagan, o'limdan oxirat uchun amal qilgan. Oldin bilan qo'lga agashgan va Alloh subhanahu va taologa orzularni orzu qilib o'tirgan. Buning uchun islomningki cheklagan taklifotlarga nurg'un odam yenib onundan yiroq turmaydi. Nurg'unlagan islomning buyurgan taklifotlarga jamiyatda haq adolatni qo'g'dash, yetimlarga ega bo'lish, ojiz millatlarga ega bo'lish, ojiz musulmonlarga ega bo'lishga nima ish qilishmaydi desa, uning shahvatlariga, ozgina manfaatiga, ozgina dunyolik havasiriga, ozgina o'zining millatiya xalqining ya o'zining ahamiyat yashayotgan o'rnining ozgina huquqiga yomon ta'sir yetkazib qo'yganlik uchun dunyolik havasinda shunga o'z aqlini, o'z nafsini boshqarolmaydi qardoshlarimiz. Shuning uchun haqiqiy mu'min, ixlosmand mu'min rahbar bo'lsin, davlat raisi bo'lsin, shaxs bo'lsin, oiladagi oddiy bir inson bo'lsin, er bo'lsin, ayol bo'lsin, o'z nafsini tizginlaydiganligini mush oyat bizga, mush hadis bizga alohida ogohlantirdi. Ham Alloh taolo Qur'oni Karimdagi "Va qul amalu" sizlar digini Muhammad amal qilinglar. Alloh subhanahu va taolo sizlarning amalingni ko'radi. Allohning payg'ambari ko'radi, mu'minlar ko'radi deydi. Yana Hasan Basri deydiki, "Laysal imanu bit-tahalli va la bit-tamanni, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal." Iymon degan orzu bilan emas, lekin yurakda haqiqiy o'rnish ketgan, amali uni tasdiqlagan mush iymon dedi. Qardoshlarimiz, shuning uchun biz Alloh subhanahu va taologa haqiqiy sodiq mu'min musulmonlardan bo'limizda bo'lsak, mushu oyatningki ma'nisiga umumiy amal qilib, bizningki e'tiqodimizda Allohga xolis bo'lgandek, amaliy hayotimizmi Allohga xolis bo'lsin. Biz islom dinining haqiqiy obrazi bo'laylik. Biz mayli Yevropada tursin, bizning odamlarimiz, biz musulmon qarindoshlarimiz, bizning musulmon qarindoshlarimiz mayli Yevropada yashasin, mayli islom dunyosi yashasin, mayli qandaq bir kechining qorong'uligida yashasin yoki kunduzda yashasin, birinchi qilib islom dinini haqiqiy e'tirof qilgan, amaliyoti bilan islomga obraz bo'lib, islomni tatbiqlagan, islom dinidagi Alloh buyurgan sap islom aqidasi, ixlosmandlik, yaxshi amallarning har qandaygida birga bo'lish, yomon amallarga qarshi turish, islom programmasi ichida yashash, islomga haqiqiy hayoti bilan obraz bo'lish, islom axloqi hayotda amallashtirishga nada bo'lsak amal qilgan vaqtimizda andin Alloh subhanahu va taolo haqiqiy ishongan bo'lamiz. Chunki iymon 3 narsani tarkib etadi. Birinchisi haqiqiy Allohga sap e'tiqodda ishonish, ikkinchisi yaxshi amal bilan bo'lish, uchinchisi ihson. Na tutsak, ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Alloh subhanahu va taolo bizni ko'rgandek Alloh taolo buyurgan ishlarni qilish, Alloh to'sgan ishlarni yenish, Alloh buyurgan islom din programmasi bilan yashash, qiyomat kunini ko'z oldimizga qo'yish, yaxshilik gunoh ma'siyatningki orasini ayirish, yaxshilik qilsak jannatga kiramiz, yomonlik qilsak Allohning oldi hisobi deganligimiz tufaylidan yaxshilik maydon turib, yomonlik qarshi turishimiz. Bo'lapmi bizdek Uyg'ur musulmonlari Sharq Turkistonning mustaqilligi, Sharq Turkistonning yetim xalqi, Sharq Turkistonning ojiz musulmonlari miskinlarga ega bo'lish, ularning turmushi, ularning hayoti, ularning axloqi, ularning ilmi, ularning safosi, ularning madaniyati, ularning fan taraqqiyoti, ularning kuch-quvvatining, ularning hayotidagi erkinligining qo'lga kirish uchun har birimiz tirishchilik qilamiz.
Vaqtimizda mana shu oyatdagi dinni haqiqiy tasdiqlagan oxiratdagi mangulik jannatga erishishimiz uchun bu dunyoning vaqtlik hissiyotlaridan, vaqtlik shahvatlaridan voz kechib Alloh rizoligini izlagan xolis mu'minlardan bo'lgan bo'lamiz. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo dunyo va oxirat baxt saoatiga erishishni nasib qilsin. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo haq maydonlarida mustahkam turishni nasib qilsin. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo yetim yesirlarga ega bo'lg'ili, miskinlarga ega bo'lg'ili nasib qilsin. Yetim yesir miskin bo'lsak, Allah subhanahu wa taala buyurgan işlerini kılıp, toskan işlerini yenip, yetim, yesir, miskinlikte, hata, haram, günah, masiyet, her türlü azgın yolunu yapıp kılıştın. Allah subhanahu wa taala saklasın. Biz Şarkı Türkistan Uygur Müslümanlarını, dünyadaki varlık bizde yetim kalan aciz Müslümanlarını Allah subhanahu wa taala özüge bulup dünya ahiret kalbige, güç kuvvetke, hakimiyetke, saltanetke yıksın. Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'deki estağfirullah velillahil izzetu ve rasulihi ve lil mu'minin velakinnel münafikine la ya'lemun. Allah Teala üçündür izzet. Allah'ın elçisi üçündür izzet. Müminler üçündür izzet. Walakin münafıklar bilmeydi. Şuna Şarkı Türkistan Müslümanlarına izzet, Palestin Müslümanlarına izzet, dünyadaki barlık zulüm koşulan Müslümanlarına izzet, Allah'ın düşmanı Xitay komünistlerine Allah subhanahu wa taala çokum dünya ve ahiret baxtsizlik, hilaket hemmizge Allah subhanahu wa taala dünyada baxt, ahirette baxt ata qilsin. Xitay komünistlerine dünya ve ahiret baxtsizlik, tecavüz ve zulüm tüpeyledin. Ularınki bizninki kalbimiz emin ağıdak ulardan bizni qisas algılı qalbilik, saltanatlik kuch quvvatimizga, hokimiyatimizga ega bo'lg'ili, Sharq Turkistonning mustaqillik, ozodlikka ega bo'lg'ini nasib qilsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود